kech kuz qish paytlarida hayvonlarda semizlik darajasini ushlab turish uchun hamda qishdan yaxshi chiqib olishlik uchun eng zo'r oziqa bu beda hisoblanadi hamda konsentrat yem oziqalar. Lekin ba'zi birlarda ko'p savol tug'iladi. Biz konsentrat yemlar bilan hamda bedalar bilan boqqan taqdirimizda ham mollarimiz xuddi mana shu ko'rinishda, ya'ni o'ta ozg'in hamda ranglari xunuk degan savollar juda ham ko'p uchraydi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Hozirgi tushuntirib o'tmoqchi bo'lgan mavzuyimiz, ya'ni hayvonlar qancha ko'p yem hashak sifatli yegan taqdirda ham shu ko'rinishda, ya'ni ozg'in hamda ranglari xunuk holatda bo'lishini nima uchun shu holatga tushadi, shu mavzu yuzasidan so'z yuritamiz. Mazkur holatga tushib qolishiga eng asosiy sabab bu ichki hamda tashqi parazitlarni bo'lishligi. Buni qayerdan bilamiz desak, boya aytganimizdek, yaxshi yem hashak hamda bedalar degan taqdirda ham hayvonimiz semizlik darajasi o'rtadan past bo'ladi. Asosiy sabab bunda parazit borligidan. Biz oldingi videoroliklarimizda ichki, aralash, tashqi parazitlar haqida so'z yuritdik hamda ularga kurash to'g'risida videorolik tayyorlagan edik. Lekin ular mayda shoxli hayvonlar dedi. Hozir yirik shoxli hayvonlarda bularga tashqi parazitlarga qarshi qanday kurashiladi, shu to'g'risida so'z yuritamiz. Qoramollarda ham ichki, tashqi parazitlarda foydalanilgan preparatlarimiz bular: Brovermectin hamda Ciflur. Brovermectin ichki, aralash parazitlarga yaxshi ishlaydigan inyektsion vosita, Ciflur tashqi parazitlarga juda ham faol ishlaydigan dori vositasi. Mazkur hayvonimizning tirik vesi o'rtacha 450-500 kilo atrofida. Shuning uchun Brovermectindan bunga bemalol 10 ml atrofida bo'yin teri ostiga yuborsak bo'ladi. Bitta narsani alohida inobatga olib o'tishimiz kerak. Mazkur preparatni bitta joyga faqat 5 ml dozada yuborishimiz kerak. Ya'ni bir marta jo'natiladigan joytiga 5 ml. Masalan, olaylik, shu hayvonimizga 10 ml talab etiladigan bo'lsa, 5 ml dan ikkala tomoniga bo'lib foydalanamiz. Inyeksiyani amalga oshirganimizdan keyin Ciflur dori vositasidan mazkur hayvonimizga ustki terisiga qo'llaymiz. Jik o'rta qism hisoblanadi. Jikni ikki yonidan 10-15 sm oralatib tomizdirib chiqamiz. Mazkur hayvonimiz 300 kilodan oshiq vesga ega bo'lganligi uchun Ciflur vositasidan 2 flakon foydalanamiz. Bitta flakoni 100-150 kilodan 300 kilo bo'lgan hayvonlarga bitta ishlatiladi. 300 kilodan oshig'iga ikkita flakonda bemalol foydalansak bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana hozir dori vositalarini, ya'ni inyeksiyani amalga oshirdik hamda tomizg'i dorilarni tomizdirdik. Endi imkoniyatga qarab iloji boricha 3 kun, 5 kundan keyin hayvonimizni alohida bir joyga olib o'tib, ya'ni hayvonlar turadigan joydan alohida joyga olib o'tib, ustlarini yaxshilab cho'tkalab yoki bo'lmasa shipirib olsak, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi bu yerdagi parazitlar o'lib, jundan tepa tarafga ko'tarilib qoladi, ayrimlari. Ba'zi birlari esa o'lmay faqat karaxt bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni agar karaxt bo'lib qolganlari bo'lsa, bu 5 sutka yoki 1 hafta vaqt oralig'ida yana jonlanib tushib ketish ehtimoli bor. Ya'ni tanaga tushish ehtimoli bor. Shuning uchun imkoni boricha dori vositalaridan foydalangandan keyin 3 sutkadan keyin buni bir alohida joyga olib borib, ustlarini yaxshilab supurib tashlasak, birinchidan teri tozalanadi, ikkinchidan mabodo karaxt holatdagi parazitlar bo'lsa, tanadan tushib ketadi. Hurmatli kanalimiz a'zolari, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga har doim eng yaxshisi, eng sifatlisini ilinamiz. Salomat bo'ling.